Assalomu alaykum hazrati insonlar. Men Jahongir Muhammad. Odatda meni tanqid qilishsa, faoliyatimni tanqid qilishsa javob bermayman. Chunki men ham boshqalarning faoliyatini tanqid qilaman, bu oddiy hol. Ammo lekin shaxsiyatimga qaratib bir gap aytsa albatta javob qilaman. Mana Abror Muxtor Ali meni tanqid qilibdi. Birinchisi men qabul qildim tanqidini birinchisini. Ya'ni u aytayaptiki, bu tahorat haqida men aytgan gaplariga qarshi chiqyapti. Bu uni fikri, uni qarashi. Men o'z fikrimda qolaman, sababi paytlarda, ya'ni dastlabki islom davrlarida shariat o'rnatilgan paytlarda hattoki tahoratda, ya'ni qum bilan, tuproq bilan poklanish ruxsat etilgan. Chunki o'sha yerlarda suv bo'lmagan. Suv taqchil bo'lgan. Bu ya'ni zamondan kelib chiqib shunga ruxsat berilgan. Ammo lekin bugun 21-asr. Lekin biz o'sha 14-asrdagi nima bilan yashasak bo'lmaydi. Bugun hamma joyda suv bor. Demak, bugun endi bir islom olimiman degan odam oldinga qarab ketish kerak, orqaga emas. Ya'ni ayniqsa men ilm ish qilaman shu sohada, doktorlik qilaman, u ish qilaman degan odamlar zamonga moslab ko'p narsalarni o'zgartirishlari mumkin. Masalan, deylik, tahoratni. Nega mumkin emas bugun? Suv bilan, qum bilan mumkin edi. Bugun endi dush olib turib mumkin emas ekan. Ko'ryapsizmi? Mana shu men mantiqan bunga yondashyapman. Ya'ni Moturdiy aytganday aql yo'li bilan men bunga yondashyapman. Shuning uchun ham mayli bu uning fikri, ammo lekin meni fikrim. Men uni fikrini hurmat qilyapmanmi? U ham meni fikrimni hurmat qilishi kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi u meni shaxsimga tegib aytayaptiki, u 90-yillarda karyera qilib, karyerada bir hech narsaga erisha olmagan, shuning uchun bu alamzada deyapti. Endi bir din peshvosi avvalo odamlarning shaxsiga tegish kerak emas. Ayniqsa kim o'sha Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni shogirdiman deydigan odam bunday qilish kerak emas. Men o'sha odam bilan ham ko'p bahs qilganman, ko'p tortishuvlar qilganman. Hammasi madaniyat yo'li bilan bo'lgan. Hech qachon bir-birimizga nisbatan shaxsiy adovat qilmaganmiz. Endi hattoki men u kishiga mana shu kitob nashr qilish masalasi mening tashabbusim bilan bo'lgan. Men u kishiga aytganman, shu ishni boshlash kerak, shunday deb. U odam keyin meni o'zimga ham 4 ta kitobni tarjima qildirishni aytganlar, tarjima qilib berganman 4 ta islomiy kitobni. Ammo lekin mana Muhammad Amin sobiq muftiyning ukasi mana aytsin. U juda ham tarbiyali, Xudoga ishonadigan inson. Aytsin, mana u menga aytdiki, Jahongir aka dedi, hammamizning ismimizda Muhammad degan so'z bor ekan. Shuning uchun shu Muhammad degan so'z bilan bu kitoblarni chiqaraveramiz dedi. Men aytdim, xo'p. Shu bilan bo'ldi. Ammo lekin men diniy sohada ham buncha ishlar qilganman. Masalan, deylik, mana 99 nur degan kitob chiqarganman Turkiyada va Allohning har bir nomiga she'rlar yozganman. Bu bittasi. Ikkinchisi, mana islomiy kalimalarning turk dunyosidagi har qanday ishlatilishi, qayerda qanday so'z talaffuz qilinadi, qanday yoziladi, bu bo'yicha bitta kitob. Uchinchisi mana muftiy, keyin Obid Qori, xullas Tohir Yo'ldashgacha hamma ularning o'rtasidagi adovatlarni tahlil qilingan kitob. Mana bu 3 ta kitob diniy sohada. Lekin meni karyeramni boyaga aytyapsizki, erisha olmagan. Endi qarang, yaqin tarixni bilmasangiz,
Yaqin tarixni bilmagan odam uzoq tarixni ham bilmaydi. To'g'ri, endi masalan ko'p narsalar takrorlash mumkin. Bu qori degan narsa bor, qorilik. U yosh bola Qur'onni ham yodlashi mumkin, kitoblarda qanchasini yodlashi mumkin. Masalan, Omomatjon degan shoirimiz bor edilar, rahmatli. Shu sahnada turib 3 soat she'rni, dostonlarda shunday aytib berardi, o'zi yozganlarni. 3 soat. Lekin uning buyukligi shuni aytib berishda emas edi. Uning buyukligi shuni she'rlarda yozishida, uning tafakkurida edi. Uning she'rlari juda kuchli mantiqqa, juda kuchli fikrga asoslangan edi. Endi bugun agar masalan siz ham qori bo'lishingiz mumkin. O'sha xayolingizda nima bo'lsa, yodlagan bo'lsa, shuni tarjima qilib bunday emas, bunday, unday emas, bunday deyaverasiz. Unga yoshlar bugun ishonaveradi. Ammo lekin men bugun xulosa qildimki, yaqin tarixni bilmaysiz. Qarang, men agar hozir aytib bersam maqtanishga o'xshab qoladi, lekin aytishim kerak, chunki siz bilmas ekansiz, sizni gapingizni eshitgan yoshlar ham bilmaydi. Qaysi sohaga kirgan bo'lsam, o'sha sohada karyeramni eng cho'qqisiga chiqqanman. Men jurnalistlikni 17 yoshimdan boshladim. Mushtum, Xalq so'zi, O'zbekiston ovozi, Qishloq haqiqati, Toshkent haqiqati, Samarqand viloyat gazetasi, shularda bir necha ming tahliliy maqollalarim, feletonlarim, tanqidlarim, ocherklarim chiqqan. Bir necha marta jurnalistlar uyushmasining laureati bo'lganman. SSSR jurnalistlar uyushmasining ham laureati bo'lganman. Va shu ularning yo'llanmasi bilan bir marta Turkiyaga borib kelib, yopiq eshiklar serial maqolalarni yozganman. Hali hech kim Turkiyaga bormagan paytda. Germaniyaga borib kelganman. Ikki Germaniyaning birlashuvi zaruriyati haqida turkum maqolalar yozganman. 35 yoshimda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist unvonini oldim. Jurnalistikadagi eng yuqori cho'qqimi. Keyin deputat bo'ldim. Deputat bo'lganda ham odamlarga ko'rsatib qo'ydim deputat qanday bo'lish kerakligini. Oliy kengashda oshkoralik qo'mitasini tuzdik va uni rais o'rinbosari edim. Rais Erkin Vohidov edilar. Ammo lekin hamma majlislarda 99% majlislarda men olib borardim, u kishi kasal bo'lib qolardilar, kelmas edilar. Va biz mana o'sha paytdagi deputatlar bilan gaplashing. Bir deputat qanday bo'lishi kerakligini eng cho'qqisigacha men o'sha paytda ko'rsatib berdim. Butun muammolar, boshqasi hammasini. Keyin masalan prezident devoniga ishga olishdi. Prezident devonida ham isbotlab berdimki, o'sha yerda ishlaydigan odam ham prezidentga to'ppa-to'g'ri gapirish mumkinligini. Ochiq, oydin majlisda ham boshqasida ham yuziga gapirish mumkinligini isbotlab berdim. Televideniya rahbari bo'lganida ham butun erkinlikda olib kelib qo'ydim. Erkin Vohidov chaqirganman. Erkin aka dedim, mana erkin mikrofon ayting, aytadigan gapingizni. U kishi aytdilar, mikrofon ochiq bo'lsa ham odam qo'rqib ketar ekan. Ko'rganlar bor buni. Lekin men uni tashlab ketdim. Nima uchun? Talabalar shaharchasida talabalarni hukumat bostirdi, otdi, yarador qildi, quvg'in qildi. Va butun talabalarni viloyatlarga yubordi. Biz tahlil qildik. Farg'ona voqealarida, Parkin voqealarida talabalar shaharchasida 3 ta odam salla, soqol qo'ygan, ur o'ldir. Hammasida shu 3 ta odam. Biz mana shu odamlar MXXning odamlari, MITni o'sha Turkiyada MIT deydi, bizda MXX. KGB yani. Shuni odami degan narsani isbotlab bitta qilgan xatoyimiz shu bo'ldiki, oldinroq reklama berdikki, soat 9 da ko'ringlar shuni deb. Karimov shuni nima qilib oldi? Arest qildi. Bu birinchisi, keyin ikkinchisi o'sha televideniyadagi faoliyatga, erkin faoliyatga yo'l qo'ymadi. Men shunda 12 bandlik iste'fonoma yozganman. Bu O'zbekiston tarixida bitta.
Bitta bunaqa iste'fonoma o'sha paytda birinchisi O'zbekistonda diktatura o'rnatildi. Ikkinchisi mana bu internetda turibdi hozir ham shu iste'fonoma. O'sha paytda Erk gazetasi buni nashr etdi, lekin Karimov oldirib tashladi. Faqat sarlavhasi chiqdi. Televideniyadan iste'fo bergan Jahongir Muhammadning iste'fonomasi deb sarlavhasi qoldi, bu yog'ini olib tashladi. Lekin o'sha paytda ko'p odamlarga ko'paytirib tarqatganman men shuni. Deputatlarga ham, hukumatdagilarga ham, hammasiga mana hozir internetda ham bor. Va Erk gazetasini bir kichkina nimasida print yo'li bilan chiqadigan nimasida ham bosilgan ekan, yaqinda uni menga bir kishi yubordi. Endi siz aytyapsizki, bu karyerasi yuqoriga chiqmagan, shuning uchun alamzada deyapsiz-da. Xo'p, men O'zbekistonda chiqib ketganimdan keyin tazyiqlar bo'lib, oilamga, bolalarimga, qarindoshlarimga, o'qituvchilarimga, do'stlarimga hammasiga tazyiq bo'lib, ularni olib kelib tishlarini sindirib, urib, qamab, mana shundan keyin meni o'limga hukm qilgandan keyin Karimov Turkiyaga chiqib ketdim. Turkiyada ham men eng cho'qqi o'zimni karyeram eng cho'qqisiga chiqdim. Turkiya gazetasida tashqi xabarlar bo'limida alohida men o'zim sharhlar edim hammasini. TGRT televideniyasida sharhlar edim. Radiosida sharhlar edim. Turkiyada BBCni Turkiya bo'yicha muxbirligini qildim. Ozodlikka ham rosa ko'p narsalar qilib berardim. Ko'rdingizmi? Men karyeramda doim tepaga. Amerikaga keldim. Amerikada ham shu karyeramni eng yuqorisiga, masalan, tilshunoslikda men tadqiqot qildim, tilshunoslik bo'yicha 17 yil ilmiy ish qildim. Mana natijasi mana shu bir qismi. Mana ko'ryapsizmi? O'zbekcha, inglizcha lug'at 2 tomlik. Mana sizga har bittasini og'irligi 3,5 kilogramdan. Buni siz bir sahifasini qila olmaysiz. Bir sahifasini. Bu shunaqangi og'ir mehnatki, bugun 12 ta universitet dunyo bo'yicha eng katta universitetlar shu bo'yicha o'zbekcha ham o'rganadi, jumladan Tokio universiteti. Va odamlar ham 2 marta bu 20 mingdan 2 marta nashr etildi. 40 ming nashr etildi. Amerikaning hamma kutubxonalarida bor. O'zbeklar kelib shundan foydalanyapti. Bu karyeraning yuqorisimi? Yoki boshqa mana bular ham lug'atlar, mana bu ham lug'at hammasi. Bu hammasi ilmiy ishlar. Lekin ayni paytda men boshqa kitoblarim ham, mana Iyak degan kitobim, mana Karimovning Kirdikorlari, mana Quvg'in, mana Qotil romani, mana 6-qavat, yana bir, mana bu yerda yana 10 tasi bor. 38 ta kitob qildim bugungacha. Bu karyera men alamzada bo'lim, men hamma maqsadimga erishdim. Men hech qachon hokimiyatda tepa tabaqalarni istamaganman. Buni doim aytib kelganman. Menda chunki katta boshqarishga ishtiyoq yo'q. Men qalbim bir yozuvchining qalbi, ijodkorning qalbi. Shuning uchun ham yoshlarga siz aytgan paytda to'g'risini aytishingiz kerak. Agar aytmoqchi bo'lsangiz yoki noto'g'ri yo'naltirmang. Bu keyingi paytda mana siz ko'p odamlarni tavqilanat qilyapsiz, ularga laqablar qo'yyapsiz, bir joylarga bog'layapsiz. Bu islom ulamosining ishi emas. Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf ham hukumatga ishlagan, lekin chegarasini bilardi. Va qayerda qanday gapirishni, qanday muomalani bilardi. U shaxsiy muomalasi bilan, shaxsiy o'rnagi bilan odamlarni islomga qiziqtirardi. Siz nima qilyapsiz? Siz sovutyapsiz odamlarni. Hozir sizni mana shu ishlaringizdan keyin qanchadan qancha ateistlar ochiqdan ochiq ateistman deb ketdi. Vaholanki shular ham hamma sekin islomga kirishi mumkin edi, agarki mana shunday bir janjal to'polon bilan hammasiga qichqir baqir qilmasangiz. Ulamoga nima vazifa qo'yilgan? Ulamo
xalqni dardini podshoga aytish kerak. Qani bugungacha biror marta podshoni oldiga qo'ydingizmi mana shu masalada? Qo'ymadingiz. Aksincha, xalq talab qilsa, teskarisini aytyapsiz. Rossiyani himoya qilib qolasizmi yoki elektr boshqada ham hukumatni himoya qilasiz? Butun hamma bilib o'tiribdi-ki bugungi hukumat qandayligini. Ayting, shuni nimaga aytolmaysiz? Biror marta aytdingizmi janob Mirziyoyev GES masalasi yoki AES masalasi ayniqsa bu noto'g'ri dedingizmi? Uni o'rniga GESlar quraylik dedingizmi? Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilish noto'g'ri dedingizmi biror marta? Yoki deylik boshqa mana shu Rossiyani biqiniga kirib ketishlar noto'g'ri deb aytdingizmi? Gazni 90%ni Rossiya olyapti, 10% bizga qolyapti, to'xtataylikmi deb aytdingizmi? Aytganingiz yo'q. Ko'ryapsizmi? Bu yoshlar endi to'g'ri arabchani bilmaydi, ko'p narsalarni o'qimaganlar sizni gapingizga ishonib ketaveradi. Ammo lekin siz ularni to'g'ri yo'lga boshlang. Haqiqatdan ham islomni yurakdan sevsangiz, haqiqatdan ham shu din tarafdori bo'lsangiz va yoshlar to'plab biznes qilmoqchi bo'lmasangiz, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsating. Mana siz karyerangizda hech narsaga erisha olmadingiz. Diniy idorada ishladingiz, haydalib ketdingiz. Nimada ham Islom universitetida ham qanday qilib haligi doktorlik unvonini oldingiz. Doktorlik unvonini mana bunday qilib kitoblarni yozib, analiz qilib, tahlil qilib, shu islomda o'zida bir yangi bir irmoqni ko'rsatib, ana undan keyin olinadi. Hozir siz olgan u unvon hamma korrupsionerlarda bor. Hammasida. Universitetga boradi, bo'yniga taqib qo'yadi. Universitetga boradi, bo'yniga taqib qo'yadi. Hammasida bor. U ilmni belgisi emas. Hech ilmni belgisi emas. U bugun endi arabchani bilgan odam shart hali qori bo'lsa, yodlab olgan, shuni aytib odamlar vah, ana ilm deydi. Olim odam birinchi odil bo'lishi kerak. Ikkinchi tarbiyali bo'lishi kerak. Uchinchisi hammani dushman deb hisoblash kerak emas. Men o'sha Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf bilan bahs qilgan paytlarda, u paytda men ateist edim. Lekin juda ko'p meni tanqidlarimni qabul qilgan odam. Aytganman mana shunday. Sizlar bugunga tafsir qilib beringlar. O kechagi tafsirda olib yana shuni o'zini ko'chirmanglar. Bugun zamonga moslab tafsir qilinglar. Ana shundagina islom dunyosi gurkiraydi. Bugungacha islom dunyosi butun qoloq darajaga tushib qolgan ekan, sizlarga o'xshagan odamlarning ishi deganman. O'xshatgan to'g'ri. To'g'ri, biz odamlar hamma vaqt hokimiyatga ishlab keldi bular. Nima qilaylik? Boshqa yo'limiz yo'q. Shu hokimiyatni bizni ishlatishdan foydalanib odamlarga islomni o'rgatamiz. Boshqa yo'limiz yo'q degan. Siz endi butunlay hammani qoralayapsiz. Hech kim qolmadi bugun siz qoralamagan odam. Sal bunday o'ylab ko'ring. Ya'ni har 2 kunda, har 3 kunda umraga borib kelgan bilan olim bo'lib qolmaydi, aqlli bo'lib qolmaydi, donishmand bo'lib qolmaydi. Donishmand, olim odam birinchi zohirda, ikkinchi botinda ko'rsatish kerak shu ekanligini. Yoshlarda ichida bor endi mana shu baqir-chaqirni yaxshi ko'radiganlar. Ana u bunday, ana unday deb ko'rsatib berasiz. Ularni yaxshi ko'radiganlar bor. Lekin shularni ham siz to'g'ri yo'lga boshlang. Adolat yo'liga boshlang. Haqiqiy islom unaqa baqir-chaqir bo'lmagan. Nima payg'ambarimiz baqir-chaqir qilganlar. Yoki Chahoryor xalifalar baqir-chaqir qilganmi? Shunaqa qilib islomni ko'paytirib, rivojlantirganmi? Mana bugungi mullalarni qarang, O'zbekistondagi saroy mullalarini. Siz ular tanqid qiling, nima tanqid qilmaysiz? Nima ular osmondan tushib qolganmi?
Shaxsga sig'inish shularning ichida-ku. Hammalaringiz shaxsga sig'inasizlar. Xudo yo'da qolib ketadi. Sizlar o'zlaringiz rahimullohu roziyallohu anhu falon har bittalaringiz o'zlaringizga hazrat. Har bittalaringiz rahimulloh. Bu shaxsga sig'inish-ku bu. Undan ko'ra sal pastga tushinglar. Xalqning ichiga tushinglar. Marakalarda, to'ylarda to'rga chiqib o'tirib oladi, va'zda o'qiydi, bechora odamlar falan chiqadi, Captivaga minib ketaveradi. Qanchasini mana menga yozishadi, hatto kechqurun klublarga boradi deydi. Ana ular tanqid qiling. Nega tanqid qilmaysiz? Siz agar diniy faollarda oldida bo'lsangiz, birinchi o'zingizdan boshlang. O'zingiz atrofingizdagilardan boshlang, ana undan keyin boshqalarga keling. O'shanda ham birovning shaxsiyatiga tegmang. Birovga tuhmat qilmang. Bilmaganingiz bilinib qoladi-da. Yaqin tarixni bilmayapsiz. Demakki, uzoq tarixni umuman bilmaysiz. Men aytyapman, meni faoliyatimni tanqid qiling. Men ochiqman unga. Mana bu so'zni noto'g'ri aytding. Mana bu joyda bunday emas, bunday deng. Ana unda men fikrimni aytaman, men ham qarshi kelib. U boshqa gap. Lekin haligi darrovni shaxsini yerga urib, u alamzada, alamzadaligim bor, bilasizmi nima? Alamzadaligim shu, siz yaxshi deydigan Islom Karimov, siz yaxshi deydigan Mirziyevlar shu xalqni shu ahvolga tushirgani meni alamzada, ana shundan alamzadaman. O'sha siz yaxshi ko'radigan Islom Karimov o'zi aytgan, men uni videosini tarqatib yuborganman. O'zi aytganki, bizning boyliklarimiz 50 million odamni boqadi degan. To'g'ri o'sha gapi. Chunki u Davlat planlashtirish qo'mitasida 25 yil ishlagan. U rais o'rinbosari bo'ldi, keyin o'sha yerda rais bo'ldi. Undan keyin moliya vaziri bo'ldi. Biladi u, bilardi. Lekin hammasini o'pirib ketdi. Nega buni gapirmaysizlar? Gapirish kerak-da buni. Uni gapirmasangiz bugungi muammolarni hal qilib bo'lmaydi. Ana xalqimiz shu darajaga, qashshoqlik darajasiga tushdi, yarmi. Ana bir ikkita salomat bo'lgur yigitlar borib ularga uy qurayapti, joy bitta uy qurib bergan bilan masala hal bo'lmaydi. Umuman hammani sharoitini yaxshilash kerak. Menga aytasiz, siz nima qilib berdingiz, siz nima qilib berdingiz? O'zbekiston mustaqilligini tamal toshini biz qo'ydik. 90-yil 20-iyunda. Agar siz mustaqillik tarafdori bo'lsangiz, hurmat qilishingiz kerak ozgina. Biz hayotimizni tikdik o'shanga. O'shaning uchun o'lim hukmini oldik. Boyagi terroristlik qilganimiz yo'q. Qo'limiz qon emas. Vijdonimiz toza. O'ylab gapiring, do'stim. Shuning uchun ham mana sizga murojaat qildim. Bu boshqalarga ham, boshqa o'sha haqiqatdan men dindor, dinni peshvosiman deydigan dinchilar bor. Haligi dindorlar, ulamolar, boshqa dinchilar, din sotarlar deymiz ularni, din furushlar deyshadi, saroy mullalari deydi xalqimiz. Ular ham xulosa chiqarsin o'zida. Qachongacha endi tahorat qilasizda ko'tingizni hidlab ko'rasiz deydi. Undan ko'ra dush qiling deydi. O'sha yerda niyatingizni qiling deydi. O'sha dushni tagida turib, eng haligi inson butun ruhan Allohga bog'lanadi. Agar shunday boshdan suv to'kilayotgan paytda butun ruhi bog'lanadi. Ana o'shani nima qiling? Ana doktorlik qiling shu bo'yicha. Odamlar qilyapti-ku. Uch-qushda namoz o'qish mumkin emasmi? Qanday shu mana bunday bo'ladim, bunday bo'ladim deb qilishyapti. Zamonga moslab. Ana nega qilish mumkin emas buni? Qancha allomalar chiqqan. Ba'zilari soddada endi mana deydi, YouTube'da deydi, meni bekitib qo'yapti. O'sha kallasi ishlamaganligi bu. Algoritmni bilmaydi-da.
YouTube'da odamlar o'tirib, ha bu bunday debdi, u unday debdi, bunday demaydi. U algoritm ishlaydi shunday. Va shuni bizni bobolarimiz yaratgan. O'shalar kashf qilgan. Demak, sizlar ham bugun bir narsalarni kashf qilinglar. Yaratinglar bir narsa. Har bir sohada karyerangizni yuqorisiga chiqing, cho'qqisiga chiqing. Birovlarni karyerasini qila olmagan deb. Men faxrlanaman bugun. Qaysi sohada bo'lsa, karyeraning cho'qqisiga chiqaman. Mana shu YouTube'da ham suhbatlar qilyapmanmi? Eng oliy suhbatlarga yetib boraman hali. Izlanaman. Yoshim 70 ga yaqinlashib qolgan bo'lsa ham, baribir izlanishdaman. Sizga ham shuni tavsiya qilaman, do'stim. Hali ham kech emas. Hali ham kech emas, o'zingizni qo'lga oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men Jahongir Muhammad. E'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.